Necha guruh nogironmi? Nima sababdan qizimni olib keldingizlar? Ilhom degan o'sha kim uchastkovoy? Siz o'zingiz bir tanishtiring kimsiz? Mayor Meliqulovmi? Mayor Meliqulov, Orif Fardayev meni yaxshi taniydi. Men To'lqin akaning jiyani bo'laman, Qodirovda. Nima sababdan uni 15 sutka qilgan ekan, to'g'rimi? Hozir 15 sutka qildimi? Nima o'zingiz olib qochyapsiz aka? Kim urdi buni? Ne, to'xta. Bolasi aniqda yig'lab yotibdi. Gap eshitdi. Aka bir Mayor Meliqulov. Qaysi sud qildi? 15 sutka qildi. Bitta aytib berasizmi? Hormasiz. O't mana berib. Давай. O't. Давай. Nima qilasan? Mayor Meliqulov. Javob berasan. To'xta. Qaysi sudya? Siz nimaga o'zingiz Meliqulov Ilhomman deb tashlaysiz? Deb so'radim men sizdan ma'lum. Ommaviy vositalarda 224-yilda asosan любой fuqaro o'zini bildirib nima qilib men fuqaroman. Yo'q, nimaga siz savol javob men kuchuk emasman. Men fuqaroman, siz xodimsiz. To'g'rimi? Eshityapsiz. Mana eshityapsiz. Siz nimaga boya men aytdim, sud zaliga bordim. Oldingizga rishvotgani oldiga. Siz kimsiz? Mayor Meliqulovmi? Nimaga Ilhomman demadingiz? Nimaga shu asosan keldim 190 qo'ydim. Men qo'ydimmi? Siz ekansiz. Nimaga yolg'on ma'lumot berdingiz? Nimaga yolg'on ma'lumot berdingiz? Hamma qilmishiga javob bersa bo'ldi. Nimaga yolg'on ma'lumot berdingiz? Nimaga yolg'on ma'lumot beryapsiz? Hozirgacha yolg'on Ismingiz nima ma'lumot. sizin? Ismingiz nima? Men aytdim. Siz yolg'iz ona sud qarori chiqqan bo'lsa, sud raisi ertaga birga kiramiz. O'sha yerda aytaman men, mana yolg'iz ona, через Kesirova tug'ilgan qiz. Nima haqqingiz bor? Hali davlatning qonuni bor. Bo'ldi. Davlat qonuniga sizlar yolg'on ma'lumot bersizlar deb qo'yganman, ishga olganman. Qonuniga yolg'on ma'lumot berishga sizlarda nima haqlar? Qonunda kim bergan bo'lsa o'sha javob. Bo'ldi. Siz gapiringiz qo'ying. Siz gapirdingizmi men bilan? Siz men qilibman dedingiz. Nimaga o'zingizni tanishtirmadingiz? Meliqulovman deb tanishtirdim. Yo'q, Ilhom bilan deb tanishtirmadingiz. Hali men Meliqulovman. Aka, Ilhom sizmi? Ilhom sizmi? Siz Familiyani aytib tanishtirdim. Familiyangizni ayting, Nimaga siz aytmadingiz? Qochib ketdingiz. Qochib sud zaligacha Opamni olayotganda yugurib keldingiz. Nimaga siz aytmadingiz? Familiyangizni aytdingiz. Qochib ketyapsiz, viza olganimizda. Hech qanday qochganim Men sizdan emasman, men fuqaroman. Yana bir marta boyan sud zalidan ham oldim. Nima asos bilan olib ketdingiz? Siz kimsiz, xodimmisiz desam, men Meliqulovman dedi. Keyin qizim aytdi shu yerda, mana kameraga chiqib, "Ilhommisiz?" dedim. "Yo'q" dedi-da, qochib ketdi sud zaliga. Isbot dalili yo'q. Bo'ldi. Sudda qarorni ijrosi ta'minlamaysizmi? Ta'minlashmi? Sud qaroridan norozi bo'lgan taqdirda yuqori turmush organiga murojaat qilishni so'ralasiz. Maylimi? Hop biz bilan ichki ishlar binosiga borasizmi, bormaysizmi? Boraman. Ha, ketib boraylik. Deng qarashyapti, dadam. Men hozir bu yoshim bilan O'zi doktor qaraydi. siz bilan kimdir gaplashyaptimi? 18 yoshga yetganman deb aytdim. Bo'ldi, singlingizni opangizga o'zi qarab turasiz. Qanday men qarayman, adam bilan kelganman. Voyaga yetgan farzandsiz. Voyaga yetmagan bo'lganda To'xtang. Aqoching. Qanday?